Rivojlanishda mujassam nuqsonga ega bo'lgan bolalarni yakka o'qitish dasturini loyihalashtirishga zamonaviy yondashuv. Rivojlanishida mujassam nuqsonga ega bo'lgan bolalar bilan yakka o'qitish eng asosiy va samarali usullardan biri hisoblanadi. Ya'ni mujassam nuqsonli bolalar bilan yakka ishlash ularni ham psixologik, ham jismoniy, ham ruhan rivojlanishida, ularning rivojlanganligini qay darajada anglashimizga ham yordam beradi. Zamonaviy ta'lim tizimida individual yondashuvning o'rni juda ham katta. Ya'ni har bir bolani o'zining xususiyatiga qarab ular bilan shug'ullanishimiz mumkin, ularning qiziqishlarini bilib olishimiz mumkin. Zamonaviy ta'lim tizimida individual yondashgan o'quvchilarni qobiliyati, ehtiyojlari va imkoniyatlarini inobatga olgan holda o'qitish jarayonlarini tashkil etish eng muhimi hisoblanadi. Ayniqsa mujassam nuqsonga ega bo'lgan bolalar bilan yakka ishlash ta'lim olishni qulay va samarali o'rganishga yordam beradi. Shuning uchun ham ta'lim muassasalarida yakka ishlashga mos keladigan pedagogik texnologiyalar ishlab chiqiladi. Mujassam nuqsonli bolalar bilan boshqa chet davlatlarda ham yakka ishlash eng samarali usul hisoblanadi va bu sohada eng yetakchi o'rinni AQSh va Yevropa davlatlari egallagan. Bunda har bir bola bilan yakka ishlash dasturlari ishlab chiqiladi. Ayniqsa Yaponiyada bolalar bilan yakka ishlashda har bir bola uchun alohida rejalar tuziladi. Ularning qobiliyati, intellektiga mos bo'ladigan texnologiyalar alohida ishlab chiqiladi. Bularning barchasi ta'limning yanada samarali bo'lishiga yordam beradi. Har bir bola bilan masalan O'zbekistonda har bir bola bilan shug'ullanadigan bo'lsak, logoped har bir bola uchun alohida daftar tashkil etishi, bola bilan har kunlik mashg'ulotlarni kun davomida yozib borishi va bolada bir oy davomida qanday natija olganligini bilishimiz mumkin. Ya'ni aqli zaiflikni oladigan bo'lsak, bunday bolalar bilan shug'ullanayotganimizda bir oy davomida bola qanday ko'nikmalarni egallaganligini bilishimiz mumkin. Ya'ni shu tutgan daftarimizdan oy sarhisobi qilinsa, bu bolada qanday o'zgarishlar ketayotganini yanada yaqqol anglashimizga yordam beradi. O'zbekistonda ham so'nggi yillarda yakka ishlash tartibi rivojlanib borgan. Bunda hukumat nogironligi bo'lgan bolalar uchun maxsus ta'lim dasturlarini ishlab chiqqan, pedagoglar malakasini oshirishga juda katta ahamiyat berilgan. Bunga yaqqol misol qilib inklyuziv ta'limni olishimiz mumkin. Inklyuziv ta'limda sog'lom bolalar qatorida o'qiyotgan qaysidir nuqsonga ega bolaga bitta o'qituvchini o'zini tayinlab olamiz. Ya'ni bitta logoped kun davomida o'sha nuqsoni bo'lgan bolalar bilan shug'ullanadi. Bu esa o'sha nuqsonli bolani yanada rivojlanishiga, unga alohida e'tibor berilayotganligidan dalolat beradi. Ya'ni u kun davomida shu bola bilan shug'ullanadi, uni darslarini qildiradi yoki uyga vazifalarini qildiradi. U bilan alohida shug'ullanadi. U o'z tengdoshlaridan orqada qolmasligi ta'minlanadi. Yana hozirgi zamonaviy dasturlardan biri bu har bir nuqsonli bola bilan shug'ullanayotganda turli xil texnologiyalardan, turli xil terapiyalardan foydalanishimizdir. Bola bilan qanchalik yangi texnologiyalar bilan shug'ullansa, ya'ni dengiz apparatlari ishlab chiqilgan, shular bilan shug'ullansa, unda o'zgarishlar yanada katta bo'ladi. Bu esa bolani ko'proq ma'lumot olishiga, ko'proq hayotda o'z o'rnini topishga yordam beradi. Masalan, inklyuziv ta'limni yana oladigan bo'lsak, bunda aqli zaiflik, tayanch harakatda nuqsoni bo'lgan bolalar bilan alohida ish reja tuziladi va ular bilan alohida shug'ullaniladi. Ya'ni ularga turlicha yondashiladi. Bu ham ular bilan yakka ishlashda zamonaviy yondashuvlardan biri hisoblanadi. Keyinchalik hozirgi kunda mujassam nuqsonli bolalar bilan shug'ullanishda ularni kasbga yo'naltirish, qaysidir hunarni egallab olish, hayotda o'z o'rnini topishiga ham katta ahamiyat berilgan. Ya'ni ularda kasb darslari, hunar o'rgatish darslari o'tkaziladi. Bu esa kelajakda ularni
bir hunar egasi bo'lib qolishiga yaxshi yo'l ochib beradi. Xulosa qilib aytganda, yakka o'qitish samaradorligi maxsus texnologiyalari asosan pedagoglarning tayyorlanganligiga, individual darslarning qay darajada rejalashtirilganiga bog'liq. Jamiyat va davlat nutqida nuqsoni bo'lgan va mujassam nuqsonli bolalarni jamiyat, ota-ona va davlat qo'llab-quvvatlashi eng muhim vazifa bo'lib qolmoqda. Bunday bolalar bilan shug'ullanish jarayonida ular bilan pedagogik yordam berish, ularning jismoniy faoliyatini oshirish eng muhim vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Bu mavzuda xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bolalar bilan nutqida mujassam nuqsonli bolalar bilan shug'ullanish jarayonida eng samarali usullardan biri bu yakka ishlash usuli. Zamonaviy yondashuvlardan eng oxirgilaridan biri bu turli xil texnologiyalardan foydalanish hisoblanadi. Keyinchalik masalan ko'zi ojizlar uchun brail alifbolarini ishlab chiqilishi, karlar uchun maxsus imo-ishorali darsliklarning yo'lga qo'yilishi eng zamonaviy yondashuvlar bo'lib hozirgi kunda hisoblanadi. Mavzuyimiz shu bo'ldi.